Bugun mashhur bo'lish oson, lekin elda sevimli, suyukligi bo'lish qiyin. Mashhur bo'lish uchun 30 sekund kifoya. Bachkana videoyingizni ham ijtimoiy tarmoqqa qo'yib qo'ysangiz, darrov mashhur bo'lib ketaverasiz. Lekin sevimli, suyukli bo'lish uchun bu xalq xizmatini qilish kerak. Bu xalq duosini olish kerak, koriga yarash kerak. Mashhur bo'lmaydi deyishimdan sabab, mashhur odam ba'zida aziyatlarga, musibatlarga sabr qilish kerak. Chidasa mashhur bo'lish kerak. Ya'ni yuqoriga chiqib olishingiz oson, u yuqorida turish uchun insonga endi farosat kerak. Farosat kerak. Bitta odamni ozgina bir e'tiborga tushib qolsangiz ham ba'zida aziyatlarga uchrab qolishingiz mumkin. Yoki bir hayotingiz yaxshilanmay ketishi mumkin. Mashhur odam ba'zida talab ilm qilolmay qoladi. Bir ustoz o'sha xizmatini qilolmay qoladi. Pulga muhtoj bo'lib qolganda bir halol bo'lsa ham ko'chada eshitib ketolmaydi. Men mashhurman-ku deydi.